Mana men birinchi erimdan ajrashganimda bunday qilgan edim. Keyin ikkinchi marta erga tegdim. Unda ham bunday qildim. Ha, ko'p erga tegish ayb emas. Halol nikohi bo'lsa bemalol yashayversin. Uni ayb joyi yo'q. Qonuniy yashayotgan bo'lsa. Aybi nimada? Aybi shuki, o'zi ikkita, uchta erni eplab bittasi bilan mustaqil, muqim, baxtli hayot kechira olmagan insonni boshqalarga baxtni demak taklif qilishni, boshqalarga baxtli qilishni demak da'vo qilishligi menimcha bu sog'lom fikrga to'g'ri kelmaydigan narsa. Masalanda oddiy psixolog bo'lmagan yoki hech qanaqa ilmga ega bo'lmagan insonga borib, masalan, ayol kishiga yoki qiz bolaga 3-4 marta erga tegib ajrashgan yoki hozir umuman eri yo'q bo'lgan ayolga nima deysan desangiz, ahmoq deydi. To'g'ri, u ahmoq bo'lmasligi mumkin, lekin xalqimiz orasida shunaqa javob beradi. Ya'ni yaxshi fikr eshitmaysizda. O'zingiz ham misol uchun yaxshi fikr bildirasiz. Hozir sizga bitta men 3 marta erga tegib chiqqanman, hozir ersizman. Keling, men sizga baxtli bo'lishni o'rgataman desa nima deb javob berasiz? Kambag'al odamni men seni boy qilaman deyishiga o'xshaydi-da. Men senga uy olib beraman, mashina olib beraman deganga o'xshash yolg'on da'vo, yolg'on va'dada bu narsalar.